Do'stlar, nima deydi bu bilaman. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Shavot Avto kanali obunachilari. Mana bugun navbatdagi reklamamiz do'stlar. Shaxsan o'zim haydab yurgan avtomobilim Mercedes-Benz W204 avtomobilini sotib qo'ydim do'stlar. Bemalol telefonlashib xarid qilishlaringiz mumkin. Holati zo'r, 2009-yilda ishlab chiqarilgan, ofitsial rastamosha qilingan do'stlar. Qayta jihoz emas. Ikki kompressor motor bilan jihozlangan do'stlar. Ekonomishni do'stlar, shahar ichida 10 litr, dalniga 7-7,5 litr benzin yeydi do'stlar. Holati вообще zo'r, ko'rishingiz mumkin. Tashqi ko'rinishi do'stlar polni 600 AMG qilingan. Holatlari zo'r. 4 dona toza yangi diska balonlar qo'yilgan. Baraballar ham do'stlar perforatsiya qilingan. Holati zo'r. Даже orqalaridan ham perforatsiyali baraballar va yaxshi supportlar turibdi do'stlar. 1 gram aybi yo'q do'stlar. Tashqi ko'rinishi polni 600 AMG qilingan. Ovoz vixlitlar ham chiqarishlari zo'r. Ovozi chotki, vixlitlar taqlangan. Ko'rishingiz mumkin. Salon holati undan ham zo'r do'stlar. Salonlaridan ham kirchilgan, chizilgan joylari yo'q do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, tabloda 1 gram ashibka yo'q. Umuman mashinani yaksanizlar chek yonmaydi. 1 gram chek yonmaydi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Panorama lyuk do'stlar. Hozir orqa qismidan ko'rsataman. Lyuklar ham ishlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Panorama lyuki bor. Rullar ham do'stlar, yangicha rullar qo'yilgan, hamma narsasi ishlaydi do'stlar. Holati zo'r. Xullas do'stlar, 1 gram aybi yo'q, chotki holatdagi Mercedes-Benz avtomobili do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa do'stlar, ekranda pastda nomer turadi. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Mashinaning libo yerine javob beriladi do'stlar. Xohlasanizlar do'stlar, barter variant ham qilib beramiz. Xohlasanizlar naqd pul asosida kelishsak bo'ladi. Narxini keladigan bo'lsak do'stlar, 16.800 AQSh dollarida belgiladik. Holati zo'r holatda turibdi. Xohlasanizlar libo 12 ta viloyatga dostavka qilib ham beramiz. Mashina garantiya beriladi. Polnisti ko'rinishi do'stlar. Derski variantda turibdi do'stlar. Holati вообще zo'r. Buni bemalol olib haydashingiz mumkin. Narxi 16.800 dollar. Gelish beriladi, ko'p emas, ozroq gelish beramiz do'stlar. Narxini arziydigan avtomobil. Bu bilasizlar, vaqtida palon-pula rastamosha qilib, palon-pula sotib olib akkalingan avtomobil do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa do'stlar, videoni tomosha qilamiz. Hozir motor qismini ham ko'rsataman bir qator. Do'stlar, motor qismini ham ko'rishingiz mumkin. Ikki kompressor motor bilan jihozlangan, holati zo'r. 1 gram moy yemaydi, aybi yo'q do'stlar. Avtomobilimiz sotuvda. Bemalol ekranda pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, narxini kelishib olishingiz mumkin. Qolgan ma'lumotlar ham telefon orqali beriladi. Aloqaga chiqasizlar, hammaga shuning chiroyli avtomobil haydash nasib qilsin do'stlar. Hammaga omad.